Hayır. Mashinangga ish bor uka. Shef, bundan keyingi operatsiyalarga men qatnashmayman. Mensiz hammasi. Qorning to'yib qoldimi bola? Siz beradigan choy-chaqaga chumchuvni ham qorni to'ymaydi. O bola. Muddoing nima? Ayt. Muddoimmi? Senga ko'plik qilmaydimi? Yo'q. Yetadimi? Shef, Agar ish o'xshasa, yana qo'shaman. mana bu boshqa gap. Menga qara. Mashinani orqasida tasqara bor, olib tushinglar. Xo'p bo'ladi. Olib kellaring yana. Boss. Menga qara. Bo'lsa yig'lama. Tasqara. Qovun tushirding-ku uka? Boss, meni aldashdi. Men senga bir ikki yo'la sazanni qayoqqa olib bor deyuvdim. Nega olib bormading? Bizda aybdor kechirildi. Yo'q. Uka. Yo'q. 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 Chiqdim tog'lar boshiga, to'ydim shirvoz go'shtiga. Hey! Yana bitta hey! Chiqdim tog'lar boshiga. Alo. Azizjon, assalomu alaykum. Sog'laringiz yaxshimi Azizjon? Boringizga shukr, boringizga shukr. Azizjon, sizga ishonamiz-da. Sizga ishonib, sizni orqa qilib mana Qashqadaryodan kelib o'tiribmiz. Qashqadaryoda, Sirdaryoni balig'ini mashhur qo'yardik. Armasoyni balig'ini olib borsak, yemayman deyapti. Faqat Sirdaryoni balig'ini yeyman deydi. Azizjon, Hasanjon telefon qilgan bo'lsa kerak-a? Ha, 5 tonna baliq kerak edi. Nima deysiz? 200 kilo? 200 kilo bizga nima bo'ladi? Nima deyapsiz? Bizga 5 tonna, Azizjon, 5 tonna. 5 tonna. Tog'amga ham va'da berib qo'ydim, 5 tonna. 40 million bilan kelganmiz, 40 million bilan Azizjon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha? Azizjon, 5 tonna. 5 tonna. Tushunmadim. Boshqatdan telefon qil. Ho'ch, yana o'taqchi? Hozir. Телефон xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon находится вне зоны обслуживания. Hasanjon? O'z telefon qilamisiz? Hasan Husan aka kelaveringlar. 10 tonna balig'im bor. 5 tonnasi sizlarniki. Hasan Husan aka ko'ngil to'q qilib kelaveringlar dedi. Bu 5 tonna tukur. 500 kilo ham baliq yo'q Hasanjon mana. Hech bunaqaga o'xshamayapti. Bu yigitni muomalasini siz tushuntirmagansiz. Tushuntirganman Husanjon. Tushuntirmagansiz. Endi men qayerdan bilay men? Qashqadaryodan kelib baliq olib ketamizmi? Men qayerdan bilay? Nima degan gapirasiz? Hozir siz gaplashishga bir soat. Ertaga mijozlar nima deydi? Sirdaryo balig'idan boshqa baliq o'tmayapti-ku, o'z bilasiz. Men daray emas-ku, oxirgi marta siz gaplashdinglar. Nima dedi? Xo'p dedimi? Xo'p degani yo'q-da. Tog'amga nima deymiz? Tog'amga. Men qayerdan bilay? Men Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sekinroq akalar, qo'shni xonada biz o'tiribmiz.
Sachikroq gapiringlar, ovozinglar 7 mahallaga yetib boryapti. Kechirasiz, Qashqadaryodan mehmon edik. Ye? Mehmonmisizlar? Qashqadaryodan keldinglar. Ye. Assalomu alaykum. Omonsiz yaxshi kelib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Keling. Ha, o'ynab ketasizlar. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Rahmat. Nima muammo bo'lyapti? Ey uka, siz so'ramang, men aytmay. Qashqadaryoda 5 ta restoranimiz bor. Ha, zo'r-ku. Shu Sirdaryoning balig'ini yemasak turolmaymiz deydi mijozlarimiz. Ha, zo'r. O'shanga har safar shu Sirdaryoning balig'ini olib borib, Qashqadaryoliklarni mehmon qilamiz, mijozlarimizni. Shunga Aziz ukamiz har doim Sirdaryo balig'i bilan bizni ta'minlab turardi. Xo'sh, Bu safar kelsak balig' yo'q deb, mana shunga asab buzilib, mana akamiz Hasan akamdan jahl qilib o'tirgan joyimiz. baliqqa keldinglarmi Sirdaryoga? Baliqqa. Baliq. Qancha baliq kerak edi? 5 tonnagina. 5 tonna baliq. 5 tonna. Bo'ldi. Puli naqdmi? Haqli naq. 40 million pul bilan kelganmiz aka. 40 million? Ha, 40 million. 5 tonna baliq. Tog'amizga va'da berib qo'yganmiz. Baliqni olib bormasak bugun bo'lmaydi-da. Akalar, muammosini mana biz hal qilamiz-da. Ha? Yo'q, bir yaqin akaxonimiz bor. Sirdaryoning eng zo'r tadbirkorlaridan, viloyatimizda faxri. Gektar baliq boqadigan suv havzalari bor. Mana shu akamga aytaman, muammolarni hal qilib beradi aka. Rahmat. Uka, shu muammomizni hal qilib bersangiz sizni rozi qilardik ko'ngildagidek. Bo'ldi. Faqat bitta iltimos 5 daqiqa shu yerda o'tirib turasizlar. Men hozir tashqariga chiqaman. Shu akaxonim bilan telefonda gaplashaman, qaytib kiraman. Rahmat. Bo'ladimi? Shuni hal qilib bering. Ketib qolmanglar. Hozir kelaman. Boringizni hozir. Sirdaryoni yigitlarim band dedi. Qoyili. Alo. Ha, Sudak? Ko'rinmay ketding? Ha, ustoz Laqayev. Bormisiz, ustoz? Assalomu alaykum. Menmi? Qayerda bo'lardim? Shvetsariyadaman, Shvetsariya. Endi zomin bizga Shvetsariyada uka. Shu desangiz, Qashqadaryodan mehmonlar kelishibdi. Qashqadaryodan? Nima kerak ekan ularga? Shu baliq izlab yurishibdi-ku. 5 tonna. 5 tonna baliq? Menga qara, Sudak. Shu mehmonlarni qo'ldan chiqarmaysan. Men aytgan joyga, men aytgan paytda olib borasan. Bo'ldi. Hop. Yaxshi. Landi. Qo'zivoy operatsiyasi boshlandi. Aka! To'xta! Ya aka, mol bet qo'yapti. Voy, to'xta deyapman, to'xta! Moling qochib ketmay to'xtagin. Iltimos bor. Ha, ayting. Mana shu katta suv havzasini boshlig'ining oti nima uka? Valaka. Vali? Ha, Valaka. Qayerda yashaydi? Ana qishloqda. Valaka nechta farzandi bor, ha? 2 o'g'il, 2 qiz. 2 o'g'il, 2 qiz? Qizlar eriga tekkanmi? Yo'q, o'tgan kollej bitirgan. Ha, yaxshi. Ha, bor, molingga qarayver. Ya bu yoqqa keling.
Ya ha uka, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yashang, yashang. Voy. Keling, xo'sh, nima xizmat? Valaka degan odamni qidirmagan joyim qolmadi. Ha, o'sha menda uka. Va sizmi? Men, ha? Aka sizga xush xabar bor. O, rahmat. Qanaqa xushxabar ekan? Yo'lda kelayotgandim. Yo'lim shu tomonga edi-da. Ha. Bir kenayni ko'rib qoldim. Shu Valaka degan odamni ko'rsangiz, iltimos aytib yuboring. Qizlarga sovchi kelgan deydi. Va. Rahmat uka. Rahmat ukajon. 2 yosh baxtli bo'lsa, eng zo'r ishida. Rahmat uka. To'yga aytaman, albatta aytaman. O'zingiz bosh bo'lib turasiz o'sha yerda, xudo xolasa. Kichkinagina bir iltimos bor-da. Voy, shunday xushxabar bo'ladi-yu, katta bo'lsa ham bo'laveradi uka. Ayting. Shu suv havzangizni ko'rib havasim keldi. Ha. Agar iltimosda ruxsat bersangiz, 2 donagina bir baliq tutsam. Voy, 2 dona emas uka. 10 dona, 20 dona tutmaysizmi? Kamoldan. Yo'qa ketyapsiz uka. Yugur. Mana shu Kamoldan degan yigit hamma xizmatingizni qiladi. Yo'q. Kamoldan. Uka, mana shu akang nima desa, hammasini muhayyoqi. Qalmoq deydimi, qayiq deydimi, to'r deydimi, 20 kilo ushlaydimi, 50 kilo ushlaydimi, bizdan hadya. Bo'ldi, tushunarli. Men boraymi? Boring, tezroq boring. Keling, kutib o'tirib, tezroq boring. Hop. Voy, yuguring, hali o'tiribsizmi? Yaxshi yetib oling. Bo'pti, mayli. Hop. Xudoy. Alo, Suday. Men qo'zg'ol laqay bo'laman. Tez gapiraman. Alo, to'yga chiqadigan kaptivachi bor-ku. Said. Saidga aytasan, tezda meni olib yetib kelsin. Keyin teatrga o'tsang, aktyorlar ko'p, 4 tasini olib kelgin, qora kostyum, shum, galsida bo'lsin. Ularga ham ish bor. Aytganday, meni qora paltoyim, galstigim, kostyum shumman esdan chiqmasin. Ishim jiddiy uka. Aylanib ketay. Tezroq. Tanishinglar, qo'zg'oy laqayim. Ustozimiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Qani, Sirdaryo yoqdimi? Rahmat, juda chiroyli. Mehmonman deylar. Mehmonmiz. Ustoz, mana shu havzangizdan 5 tonna baliq kerak ekan. Ha. 5 tonna ekan u mehmonlar. Sizlarga 10 tonna ham qilib beraman. Rahmat. Qashqadaryodan kelgan mehmonlar uchun jonimni ham berishga tayyorman. Rahmat. O'zi sotish niyatim yo'q. Lekin uzoqdan kelibsizlar. Samarqand nimasi bilan mashhur? Noni bilan. Demak, Samarqand noni bilan. Ha? Jizzax Somsasi bilan. Qashqadaryo Tandiri bilan. Sirdaryocha. Balig'i bilan. Yashanglar. Baliqni yeylik. 5 tonna. 5 tonna. 8 mingdan beraverasizlar. Yo'q, sal kelishtiring. Og'irliklar. Ey, ketsa, Qo'zivoy laqayibdan ketibdi. Balig'im ko'p-u. 4 mingdan berasizlar. Rahmat. Mana shu saxiyligiga besh ketaman-da. Sanjon, 5 tonnasi 4 ming so'mdan 20 million bo'ladi. Meni kutinglar. Men qaytaman. Rasarma Qashqadaryo. Voy, boshqa daryoda. Rahmat.
Alo, tog'a. Ha, tog'a. Alo. Jiyanlar, qanday? Sirdaryoga yaxshi yetib oldinglarmi? Ha, mana Sirdaryo mana shu suv havzasi bo'yida turibmiz. Ha. Gulistonlar yoqdami? Tog'a, siz aytgan yo'q. 5000 6000 ga baliq yo'q. Yo'q, mana bitta odam bilan gaplashdik, Qo'zoy Laqayb bilan. 8000 ga zo'rg'a ko'ndirdik, tog'a. Mayli endi qaytasizlar endi 8 ga o'sha men bergan 40 millionga 5 tonna olib, tez orqalarini qaytinglar. Qashqadaryoliklar, maza qiladi-da bu baliqni. Bu yerda bilasizlar, Qashqadaryoning xalqi faqat Sirdaryoning balig'ini sevmaydi. Hop, tog'a. Tog'ani ham bomladik, laqqa tushirdik. Sog' bo'linglar. Ket, yur, qar. Karim aka. Ehtiyot bo'ling. Bir dona baliqqa tushib qolmasinlar, kallangiz bilan javob berasiz. Karim aka, bu hamma baliq Qashqadaryoga ketadi, Qashqadaryoga. Qarang, ana o'tib ket. Aka, ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'ling. Bir dona kelib tushib qolmasin. Karim aka, buchilishga to'lqinjon. Karim aka, ana baliqqa tushib qolmasin. Oling, tushib, unga qarang. Hamma baliq Qashqadaryoga ketadi, Qashqadaryoga. Mahkam bo'linglar, to'g'ri qursa bo'ladigan bo'ldi. Qanaqa Qashqadaryo? Ha, katta xolangni ko'liga kelib oldingmi senlar? Baqlasan, chiqasan aka. Aka, 20 million so'm berib qo'yganmiz. Kimga bergansan 20 million? Chiq, bu xususiy meniki. Aka, fermerlik joyim. Assalomu alaykum, oldin so'rab. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. To'xtat! Qo'y bor baliqlarni. Nimalar deyapsiz aka? Ha, nima deysan? Bu baliqlarimiz 20 millionga sotib olganmiz. Nimani sotib olasan? Kimdan sotib olasan? Qo'zoy Laqayb degan odamdan sotib oldim. Ben Laqayb, Paqayb, Kitayka-pitakangni bilmayman. Chiq bu yerdan. Ya, usha, qaytdan. Hay, tarqat. Yech ver setkani. Nima deganingiz u? Bittang ort desam, bittang tushir desam, o'yinchoq odamlar bu yerda sizlarga. Ya, ishlamayman men bunaqa joyda. Oyoqdan so'ng o'tib ketdi. O'g'lim yo'q. Ikkita qizim bilan o'tib ketyapman. Senlar bilan boshqacha gaplashaman. Aka. 20 million? 5 tonna? Hasan? Ha, haqiqatda ana odam bizni tushirib ketganga o'xshaydi-ku. Sazan, Laqa, Sho'rtan, Karim, Suday. Mehmonlarni qo'ldan chiqarma. Uzoqda 2 soatda Zomindan Gulistonga tushib boraman. Siz aytgan yo'q. 5000 6000 ga baliq yo'q. Yaxshilikni bilmaydigan ekansan. Qashqadaryodanmisan? Boshqadaryodanmisan? Akalar. Chekirvoq akalar. Nima qilay, rais bo'lmay. Nima qilishim kerak? Oyoqdan qo'yib. Jiyanlar, qanday? Sirdaryoga yaxshi yetib oldinglarmi?